Mana o'sha sakinat, mana o'sha xotirjamlik. Hech kim yo'q. O'zing bilan o'zing qoladigan yagona joylardan bittasi. Uhud tog'lari. Bilmadim, Uhud deb aynan bunisiga aytiladimi, bu yoqqa aytiladimi, yo men turgan joyga aytiladimi, lekin men umumiy deb bildim. Keyingi safar boshqa joylarga chiqaman. Buni mazasi umuman boshqacha. Albatta kelinglar tavsiya qilaman. Ayollar bu borada qiynaladi, faqat men qilgan xatoni qilmanglar. Anaqa tapchga kelib kelmanglar. Bilmadim, men o'ylab keldim. Jimjitlik. Arzimagan joyda ko'rinadi, lekin 40 daqiqalar vaqt ketdi chiqishga. 30 daqiqa, 40 daqiqa vaqt ketdi. Ellik kamonchi joylashgan joy.